Men So'x tumani aholisi nomidan viloyat kengashi deputati sifatida murojaat qilmoqdaman. Bo'ldi. Просто mashina, yangi mashina bu aka. O'qiymiz. Oy, hamma zaps qilyapti-yu. Qizlar qo'limni nima qilib olib kelyapsiz? Prezident ham ko'radi aka uni. O'qiymiz bu qo'limni. O'zbekiston fuqarosi hokimiyat vakili Sherdodjon Qurbonov neytral hududdan majburan Qirg'iziston hududiga olib kirilib, jismoniy zo'ravonlikka uchradi. Hatto fuqaroning kasalmand onasi ham tan jarohati olgan. So'x aholisi O'zbekistonning ajralmas qismi bo'lsa-da, Farg'ona viloyatiga borib kelish uchun Qirg'iziston hududi orqali o'tishga majbur. Afsuski, ayrim Qirg'iziston chegara xodimlari tomonidan So'x aholisiga nisbatan muntazam ravishda bosim, tahqirlash va noqonuniy munosabatlar kuzatilmoqda. Pasportni ushlab turib, nomeringni berasan. Qirg'iz askar. O'dibga. Amingi chiqarib, o'tag'imlar. Kerak, ba'ziga turib, "Voy, yibonmi? Tag'may qo'yasizmi?" Ramzon Fuqarolarimizni sha'ni va qadr-qimmati kamsitilmoqda. Bu esa xalqimizning noroziligiga sabab bo'lmoqda. Neytral hudud bu hech bir davlat to'liq nazorat qilmaydigan o'tish hududi hisoblanadi. U yerdan fuqaroni sudrab olib kirish va kuch ishlatish xalqaro normalarga ham zid holatdir. Biz qo'shni xalqlar bilan do'stlik tarafdorimiz, qirg'iz xalqi bilan adovatimiz yo'q. Lekin ayrim chegara xodimlarining noqonuniy harakatlari ikki xalq o'rtasida munosabatlarga zarar yetkazmoqda. Hurmatli prezidentimizdan quyidagilarni so'raymiz. So'x aholisining xavfsizligini ta'minlash, chegaradagi noqonuniy harakatlarga huquqiy baho berish, fuqarolarimizni sha'ni va huquqlarini himoya qilish. Ushbu voqea diplomatik va qonuniy yo'l bilan qat'iy ko'rib chiqish. So'x xalqi ham O'zbekiston fuqarolari. Biz ham o'z yurtimizda hurmat va xavfsizlik bilan yashashni istaymiz. Adolat bo'lishiga albatta ishonamiz. Bu fursatdan foydalanadigan, propaganda qiladigan odamlar ham topiladi. Biz qirg'iz, tojik, o'zbek xalqlari azal do'sti birodarmiz. Biz faqatgina Qirg'iziston tamojinsida ishlaydigan qirg'iz tamojina xodimlarini tartibga solishni istaymiz. Do'stligimiz abadiy bo'lsin, vatanimiz omon bo'lsin. Bizni post nima deyapti hozir? Xullas, farq qiladi seni deyapti. Borib shu tarafini to'lab keyin ketasan deyapti. Hozir quloq yaxshi eshitmayapti-da. Ben Rishton va Qaytmas chegara postlari o'rtasidagi neytral hududda sodir bo'lgan holatda jabrlangan fuqaro oilasi bilan birga So'x tumaniga sog'-salomat yetib keldi va hozirda So'x tumani shifoxonasida tibbiy nazorat ostida davolanmoqda. Uning salomatligi bo'yicha tegishli mutaxassislar tomonidan zarur choralar ko'rilmoqda. Shuningdek, avvalgi videomiz yuzasidan turli tashkilot va mutasaddilar bilan rasmiy muloqotlar bo'lib o'tdi. Biz har doim qonun, tinchlik va barqarorlik tarafdori bo'lganmiz va shunday bo'lib qolamiz. Qo'ygan postimizda izohlariga noo'rin so'zlar bilan izoh qoldirgan fuqarolarga zarar yetmaslik maqsadida avvalgi post vaqtincha olib tashlandi. Eng asosiysi xalq tinchligi, fuqarolar xavfsizligi va yurt osoyishtaligi. Biz barcha masalalar qonun va rasmiy munosabat doirasida vazminlik va o'zaro hurmat asosida hal bo'lishiga ishonamiz. Vatan omon bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Azamatjon bilan Nurmuhammad akamiz davolanishga kelibdi. Tinch shu yurtlarga, shu osmoni musaffo yurtlarga to'ylar mana shunaqa bordi keldilar yarashadi. Albatta do'stligimiz abadiy bo'lsin. Mehr ko'zda deyishadi-ku. Mana bor bo'ling aka, Nurmuhammad aka salomat bo'ling. Shu markaziy shifoxonamizga kirib davolanib, yaxshi sog'lom bo'lib, shu yurtga, O'zbekiston, Qirg'izistonga xizmat qilish, belni bo'ylab xizmat qilish hammamizga nasib qilsin aka. Rahmat, xush kelibsizlar. Vaqtlaringiz bo'lsa, borib mehmon qilay. Hurmatli so'xlik vatandoshlar va mehmonlar. Hozirgi tartibga ko'ra O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi o'tkazish punktlari ertalab soat 6:00 dan kechki soat 22:00 gacha faoliyat yuritadi. Kuzatishlarga ko'ra, aksariyat fuqarolar viloyatdan qaytishda kechki vaqtni tanlayotganligi sababli Rishton va Tul chegara o'tkazish punktlarida navbatlar yuzaga kelmoqda. Shu munosabat bilan so'xlik vatandoshlarimiz va mehmonlarimizdan imkoniyat bo'lsa, So'x tumaniga faqat kechqurun emas, kunning boshqa vaqtlarida ham qaytishlarini so'rab qolardim. Qo'shni chegarachilarning aytishlaricha, kunduzgi taxminan soat
11:00 dan 16:00 gacha o'tkazish punktlarida fuqarolar harakati ancha kam bo'lar ekan. Agar viloyatga borgan fuqarolar qaytish vaqtida kechki paytdan tashqari boshqa vaqtlarni ham tanlasalar, navbatlar kamayishiga va barcha uchun qulaylik yaratilishiga sababchi bo'lar edik. Vatan omon bo'lsin.